Sizlarga bitta lavha ko'rsataman. Mana buni uchli qilganimizda mana bu holatda edi-da, mana bu holatda tortilib turgandi mana. Buni har qanaqasiga umuman iloji yo'q. Taklab qiladigan bo'lsangiz taklanib qoladi-da. Mana bunaqa holatda edi mana. Qo'yib yubormay turuvdi, haligi chiroyli emasda, unda bukilib qolyapti. Bitta qo'yib yubordim. Qarasam, bitta dumaloqchasi kamga o'xshab qolarkan, mana bu burilish hisobiga mana. Mana bunisi ham xuddi shunaqa qaranglar. Bu kurjava qo'ydim, ichidan chop qilib qo'ydim. Buni nima qilmoqchiman? Mana bu dumaloqchasi bor. Shu dumaloqchasini kesib olib, sizlarga tikilgan holatini ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana qizlar, men videoni qisqartirishni bilmayman, mana qaranglar. To'xtatib olishga majbur bo'ldim. Mana qaranglar, tezlashtirishni bilmaganim uchun mana ko'ringlar, mana rossayam tiniq chiqdi, mana ko'ringlar, bilinmaydi umuman, qo'lda chiqdi mana. Ishonmaganlar uchun mana bu yerda ochiq, mana bir tomon tikib olganman, mana bu ochiq, mana birlashtirib ko'rsatib beraman. Rossayam chiroyli, sifatli chiqyapti. U bilinmaydi, chevarlar qanaqa nimalar qiladi, qaranglar mana. Umuman bilinmaydi, mana yana bir marta tikib qo'yaman. Rossayam chiroyli. Qo'limni ham tikib qo'ydim. Qo'shib qo'y terisini. Mana ko'ringlar, endi o'zib tashlasam bo'ldi buniki. Mana umuman bilinmadi. Mana bu narsani alohida qo'ydim mana. Ko'ringlar qanaqa idealni chiroyli turibdi. Mana yoqamiz holati. Yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar, fikringizni yoqdi deb. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar.